Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallohu alayhi wa sallam. Assalomu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram aziz namozxon birodarlar, bugungi Sayyid Imom Jumani Barvaqiyot Jallalloh hammamizga qutlug' muborak qilsin. Bu kunni fazilatlar sizlarga Parvardigor Jallalloh ko'plab fazilatlarni nasib etib, Mulonalarimiz aytganlaridek Parvardigor Jallalloh bu kunni hamma fazilatlardan nasib etib, xatolarimiz, nuqsonlarimiz, gunohlarimizga kaforat qilsin. Muhtaram azizlar, bugun Hajjul masokin Parvardigor Jallallohning marhamatidan mo'minlarga yog'ilgan. Shuning uchun muhtaram azizlar, bugungi suhbatimiz bizga ham oilashishlik safarimiz bor. Bugun namozlarga ekan, alhamdulillah, ko'rishganimizdan xursandmiz. Biz doimo duo qilamiz namozlarda va al-hifzi bis-solihin, solih odamlarga yetkazganimizlarni bugun alhamdulillah solih odamlar bilan birgalikda ko'rishimiz. Alloh bu suhbatimizni manfaat qilsin. Bugungi suhbatimiz muhtaram azizlar, O'zbekiston musulmonlar idorasi Safa markazi tomonidan taqdim etilgan 7-Zulqa'da aprel oyining 24-kuni Imom Buxoriy buyuk alloma degan mavzuda haqiqat Imom Buxoriy nafaqat O'zbekiston muallimlari, balki butun dunyo islom olamida mashhur bo'lgan zotlardan Alloh bu zotga rahmat qilsin. Shu zotni vatanida yashaganligimiz biz juda katta baxt. Chunki butun dunyoda, mana Saudiya Arabistonida hatto bizlarni Buxoriylar deydi. Shu odamni hurmatli Buxoriy bo'lmasa, mana mamlakat hajga borganlar bu hatto oxirida yaqinlarga esa O'zbekiston o'sha 2008-yillarda shunday edi, 14-yilda shunday edi. Nimaga O'zbekiston qonunchiga Rossiya yozdilar. Haligacha mana yaqin bir 10 yildan beri bu narsa yo'q bo'ldi. Bizni bo'shashib ketgan bo'ladi. Lekin Imom Buxoriyning hurmatlarini yuksak qo'yadi. Bu nima uchun? Buyuk vatandoshimiz Imom Buxoriy hazratlarining katta dunyodagi islom olamidagi hurmatlari, o'zini islom diniga, islom ilmiga, musulmonlarga, musulmon jamiyatiga qilgan xizmatlari e'tirofi. Endi bevosita Imom Buxoriy shaxsiyatlari, faoliyati mavzusiga o'tishdan avval hadis tushunchasi haqida bir oydinlik boshlash hadis bilamiz. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning hayotlarida aytgan so'zlari, hikmatli so'zlari, albatta hikmat so'z aytmaganlar. 20 yil davomida faqat hikmatli so'z aytganlar, birorta so'zlari hikmatdan xoli emas. Va qilgan amallari, fe'llari. Va uchinchisi taqrirlar deyiladi, ya'ni bir odam bunday qilgan bo'lsa nima bo'ladi desa, bunday javob berganlar, shu taqrir. Mana shu desa hadis deyiladi. Va hadis sunnat bu shariatda Qur'ondan keyingi ikkinchi manba sanaladi. Va mana shu manbalarning eng oliysi, eng ishonarlisi Hazrat Imom Buxoriy rahmatullohi alayhining rivoyat qilgan hadislari sanaladi hisoblanadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning tirikligi vaqtlarida hadislar yozilmagan, unga ruxsat berilmagandir. Chunki Qur'on oyati adashib ketadi degan ehtiyot chorasi ko'rilgan, hadislar yozilmagan. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom 632-yil milodiy yilda mehnat qilganlaridan keyin endi sahobalar kundagi vaqtlarida hayotda dom so'rardi. Endi so'raydigan zot yo'q. Nima qiladi? Endi nima qiladi shunday holatda deydida, o'zlari xulosa shunday deganidan, bunday deganidan, Allohdan bunday bo'lgan edi degan xulosa bilan o'sha hayotni tasavvur qilib, kim qancha birga yashagan bo'lsa, shunga qarab o'zlari fatvo beradi. O'zlari shunga qarab endi hadis yechishga kirishadi. Hadislar jamlangan kitoblar yozildi. Shu asosda to'qima hadislar paydo bo'ldi. Endi kimlardir bu joyda bilib bilmagan. Bugun odamlar bor, mana hadisni bilgan ekan, deb o'sha gaplarga odamlar bor. Eng yomon narsa shu. Lekin afsus, o'sha vaqtda insoniyat shunaqangi odamlardan xoli bo'lmagan va to'qima hadislardan kelib qolgan. Endi mana shu o'rinda to'qima hadislardan 8 yil vaqt o'tdi. To'qima hadislardan 1 million kilo olgandan keyin endi ajratish kerak bo'ldi.
xotinni ishonib yo'q. Men ko'zim bilan ko'rganman payg'ambar bunday deganlar Muhammad eshitaman degani ziddiga bir odam gapiryapti. Buni Rasululloh aytganlar. Endi saralash kerak. Qaysi ulug' qaysi? Mana shuni eng tartibga solgan islom olamini oltita sihoh sitta deyiladi. Sahih hadislar to'plangan. Birinchisi albatta Imom Buxoriy Muhammad ibn Ismoil rahimahullohning Sahih Buxoriy kitoblari. Ikkinchisi Imom Muslim to'plagan Sahih Muslim. Uchinchisi Abu Dovud to'plagan Sunan. To'rtinchisi Imom Tirmiziy to'plagan Sunan Tirmiziy. Beshinchisi Imom Nasoiy to'plagan Sunan Nasoiy. Oltinchisi Imom Ibn Majah to'plagan Sunan Ibn Majah. Eng asosiy kunlar. Va undan tashqari uchta qo'shimcha ham bo'ladi. Bu sihoha tis'a deyilganda yana uchta qo'shiladi. Va mana shularning ichidagi eng ishonarli to'plar bu Sahih Buxoriy kitobi hisoblanadi. Imom Buxoriy hazratlari Mavaronnahning eng ko'pini go'zal shaharlaridan bo'lmish Buxoriy shahrida Hijriy 194-yilda e'tibor bering. Hijriy 194-yilda milodiy 810-yilda Ramazon oyining 13-sanasida dunyoga keldilar. Juma kuni tavba topdi. O'zlar kichiklarida otalardan ayrildi. Ammo ham tijorat ham yo'lda bo'lgan otada farzandlari vafot bo'lish uchun ilm o'rganish niyatlarini mablag' qoldirgan edi. Imom Buxoriyning otalari Ismoil aytadilarki, vafot etgan vaqtlarda topgan molimda bir dirham ham harom yoki shubhali narsa borligini bilmayman, ya'ni yo'q. Topgan mablag'imda bir dirham ham harom yoki shubha yo'q. Ikkilangan narsa harom, halol degan narsa qo'shmaganman. Shuning uchun meni topganim farzandlarimni ilmiga sarf qilinadi. Ota vasiyatiga ko'ra topilgan halol mol-mulk ikkala o'g'li tarbiyasida o'qiganlar. Ularni ilm olishga sarf qiladi. Solih farzand tarbiyasi faqat nasihatlar emas, ilm o'rgatish emas, kimgadir olib berish emas, balki halosdan ko'ryapmiz, juda ko'p odamlar aytgan olib beradi, lekin o'qiyolmaydi. Nimaga? Avval qo'ldan foydalanib hech qilib qo'ygan, harom yezib qo'ygan, haromni aziz qilmagan kasb qilmoqda. Ana shundan keyin unga ilm o'rgatishmaydi.